Rivoyat qilinishicha, qiyomat kunida birinchi bo'lib namozni tark etuvchilarning yuzlari qorayadi. Jahannamda lam deb nomlanmish ilonlar darasi bo'lib, har bir ilonning yo'g'onligi tuyaning bo'ynidek, uzunligi 1 oylik masofadek bo'ladi. Ular namozni tark etuvchilarni chaqadilar. Uning zahari namozni tark etuvchining jismida 70 yil qaynaydi-da, so'ng uning yoshlari erib tushadi. Yana bir rivoyat borki, bu har qanday insofli odamni hidoyat ko'chasiga chorlaydi. Bani Isroillik bir ayol Musa alayhissalom huzurlariga kelib, "Ey Allohning elchisi, men ulkan gunoh qilib qo'ydim-da, bu gunohimdan Alloh taologa tavba qildim. Allohdan tavbamni qabul qilib, gunohimni mag'firat etishini so'rab duo qiling" dedi. Musa alayhissalom undan "Nima gunoh qilding?" deb so'ragan edi. U "Ey Allohning payg'ambari, men zino qilib bola tug'dim-da, so'ng uni o'ldirdim" dedi. Shunda Musa unga "Chiq bu yerdan, ey fojira, yana kasofating tufayli osmondan olov tushib bizni yondirib yubormasin" dedi. Ayol payg'ambar huzuridan qalbi o'ksgan holda chiqib ketdi. Jabroil alayhissalom tushib, "Ey Musa, Robb taolo nima uchun tavba qilgan ayolni qaytarib yubording? Undan ko'ra yomonroq kimsa borligini bilmaysanmi?" deyapti dedilar. Musa alayhissalom "Ey Jabroil, undan ham yomonroq kimsa kim?" deb so'ragan edi. "Qasddan bila turib namozni tark etgan kishi" degan javob bo'ldi.